Zazemleniya nima maqsadda qilinadi? Insonni himoyalash uchun. Zazemleniya 3 xil maqsadda qilinadi. Ya'ni birinchisi protective earthing deydi. Mana shu yozuvni ko'rgansizlar. To'g'rimi? Ya'ni himoya zazemleniyasi. Ikkinchisi working earthing. Ya'ni ishchi zazemleniya deymiz buni. Buni funksional ham deyishadi. F'ni yozsa ham bo'ladi, yozmasa ham bo'ladi. Xo'p, uchinchisi ya'ni lighting earthing. Mana bu ishchi bo'ladigan bo'lsa, bunisi lighting earthing chaqmoq zazemleniyasi. Chaqmoq. Mana qoldi. Birinchisi P ga, ya'ni himoya zazemleniyasiga elektr qurilmalarda metal korpuslari zazemleniya qilinishi shart qilingan bo'ladi. Mana shu zazemleniya qisqa tutashuv bo'ladigan bo'lsa yoki faza korpusga tegadigan bo'lsa, yerga singib ketadi elektr toki, inson xavfsiz bo'ladi. Bu himoya zazemleniyasi turiga birinchisiga kiradi. Endi ikkinchisiga, ya'ni funksional working earthing, ya'ni ishchi zazemleniyaga mana transformatorlarning neytrali bor yoki elektr energiyani ishlab chiqaradigan generatorlar, o'shalarning neytrali bo'ladi. O'sha neytrali, mana neytrali yerga ulangan bo'ladi. Ya'ni mana zazemleniyaga yer bilan bitta qilib ulangan bo'ladi. Buni otini biz ishchi zazemleniya deymiz. Funksional working earthing deymiz. Xo'p, uchinchisi lighting earthing, ya'ni chaqmoq zazemleniyasi. Chaqmoq, ya'ni baland zdaniyalarda yoki bo'lmasa podstansiyalarda ko'rgansizlar, nayza qo'yilgan bo'ladi, burchak katta bo'ladi. Ana o'sha nayza uchli qilish sababi molniy отвод deymiz, yoki visokovoltniy stalvalarning tepalarida bo'ladi. Ana o'sha narsa momaqaldiroq bo'lgan paytda, momaqaldiroqda kuchlanish 2 million 3 million voltga chiqib ketadi. Ana shu kuchlanish o'sha nayza orqali yerga singib ketadi. Buni otini chaqmoq zazemleniyasi deymiz. Ya'ni lighting earthing deymiz. Mana shu 3 ta maqsadda zazemleniya foydalaniladi bizda. Keyingi darsda so'rayman.